Assalomu alaykum, hörmətli ustozlar. Kitap anlaşını və kitap oquşni özünün gündəlik adətiga aylandırğan söyümlük dostlar. Keşkinlər xeyirlik bolsun. Erkin Sıdıq yazmaları 7-ci qism Turmuşның muhim saatları və savaqları degan kitabımızның buyurulğan yardım və tirişçanlıq Bədir uruşudan oylağanlarım degan qismining davomini davomlashtirib o'qib beramiz. Kitap yazğuchi doktor Erkin Sıdıq. Avazda İstanbul'dan Leyla Kız. Okulgan gün 2018 19 sentabr Çarşamba. Mekkelikler bilen Medine'deki Müslümanlar otursidagi ikinci qıtımlıq uruş Hicriye 3. yılı. Yoki miladiye 625 yılı 19 mart günü Uhud tağının bağrıda yüz berdi. Bu urushni Bedir urushida ziyon tortgan Mekkeliklar musulmonlardan intiqom olish uchun boshlaydi. Bu urushga qatnashgan Mekkeliklarning soni 3000 nafar atrofida bo'lib, bu son musulmonlarning sonidan ko'p ustun turdi. Urushning eng dastlabida Muhammad sallallohu alayhi vasallamning nihoyatda donolik bilan o'rinlashtirishi bilan qo'mondonlik qilishi natijasida musulmonlar Mekkeliklarning bargohlarini osonla vayron qilib o'tdi. Lekin uningdan keyin musulmonlar 300 kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning o'rinlashtirishiga bo'ysunmay, o'lja talishib har tarafga chechilib ketdi. Mekkeliklar bu fursatdan foydalanib musulmonlarga qaytarma zarba berib, musulmonlarga intayin og'ir darajada ziyon soldi. Musulmonlardan kam deganda 70 kishi shahid bo'ldi. Mekkeliklardan bo'lsa aran 22 odam o'ldi. Muhammad alayhissalom og'ir darajada yaralanib, dushmanning qo'liga tushib qolg'il tasliq qiladi. Sura Al-Imron 3-surada Aшу Uhud urushiga oid xili ko'p oyatlar bor bo'lib, u oyatlar 3-suradagi birli joyda berilmay, uning ichida bir oz tarqilib kelgan. Shunga hozir Qur'onni o'rganayotgan qarindoshlar 3-surani o'qishdan burun Uhud urushi haqidagi tarixni bir qatim o'qib olsa, uning ko'p foydasi bo'ldi. Yasir Qazi özünün Muhammed Peygamberinin tercümhali deyen leksiyasının 45. qismidan başlap muşu Uhud uruşu haqqında sözlügen bulup, o leksiyanın 49. qismida Uhud uruşudaki faydalı noktalar bilen hikmetlerini xulaslaydı. O mundaq deydi, bu yerdeki simu Yasir Qazi deyen sözlerinin aynen tercümesi bolmasdan, onun asasi mezmundan ibaret. Bedir uruşuda Müslümanlar Peygamber alayhissalomning qo'mondonligiga bo'ysundi va keyingi qadamda qanday qilish to'g'risida o'zaro so'qishmaydi. O't urushida bo'lsa musulmonlar ham payg'ambar alayhissalomning qo'mondonligiga bo'ysunmaydi, ham keyingi bosqichda qanday qilish masalasida o'zaro so'qishadi. O'lja talishib musulmonlar qo'shini ishida qalayimqanchilik paydo qildi hamda irodasini yo'qotdi. Bu ikki xil ahvol Qur'ondagi 8-sura bilan 3-surada bayon qilingan. Qur'ondagi ashu mazmunlar va Uhud urushidagi amaliyotdan biz shuni bilalaymiz-ki, agar musulmonlarda birlik bo'ldi-kan, hamda musulmonlarning Allohga va payg'ambar alayhissalomga qarta sadoqatmanlik bo'ldi-kan, ularda payg'ambar alayhissalomning qo'mondonligiga bo'ysundi-kan, Alloh ularga yordam qildi. Ular Peygamber Aleyhisselam'ın qo'mondonligiga bo'ysundikan, Alloh ularga yordam qildi. Agar musulmonlarda birlik bo'lmaydigan hamda Alloh va Peygamber Aleyhisselam'ga qarta sadoqatmanlik bo'lmaydigan, Alloh ularga atgan yordamni qaytarib oldi. Ya'ni musulmonlar Uhud urushining eng dastlabida xuddi Badr urushidagidekla harakat qilganda Alloh ularga yordam qiladi. Ammo uningdan keyin musulmonlar parchalanib, dushmanni bir yoqqa qayrib qo'yib, manfaat talashishga tushib ketganda, Alloh o'zining ularga qaratgan yordamini to'xtatib qo'ydi. Mayli siz bir musulmon bo'ling, mayli siz bir yaxshi musulmon bo'ling, mayli siz dunyodagi bir eng yaxshi musulmon bo'ling, sizga g'alaba mundaqla taqdim qilinmaydi. G'alaba sizga kapolat qilinmaydi.
Мәсәлән, Muhammed sallallohu alayhi va sallam dunyodagi eng yaxshi musulmon. Ammo Uhud urushida uningga g'alaba taqdim qilinmadi. G'alaba kurash orqali qo'lga keltirilishi kerak. Har bir g'alaba kurash orqali qo'lga keltirilishi kerak. Bu jihatdagi ishlar hargiz boshqacha bo'lmaydi. Bu jihatdagi ishlarning boshqacha bo'lish ehtimolli nolga teng. Bu ish payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchunmi o'xshash. Bu jihatda hech qandaq odamning darajasi o'stirilmaydi. Mayli bu dunyoda bo'lsin yoki oxiratda bo'lsin. Bu ish har ikki dunyoda o'xshash. O't urushida Makkaliklar musulmonlarni butunlay tozalab etmoqchi bo'ldi. Lekin musulmonlar Makkaliklarni o'z maqsadiga yetkazmadi. Mushundaq bir g'alaba uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallam og'ir darajada yorilinib, qattiq sinoqlarni beshidan o'tkazib, og'ir darajada badal to'ldi. Yasir Qazi 49-leksiyasida o'tirib qo'ygan Uhud urushining payliq nuqtalari va muhim hikmatlari xili ko'p bo'lib, men yuqorida ularning faqat mazkur tema bilan munosabatli qismini tunishtirib o'tdim. Muhammad alayhissalom 300 nafar sahabini boshlab Badr jangini elib berishga maqsad 1000 to'yga 50 ming dinar oltinni ortib 40 nafar askarning qo'g'dishi bilan Shamdan Makkaga qaytib ketayotganda bir karvonni qo'lga tushirib, shu orqali musulmonlarning siyosiy, iqtisodiy va harbiy kuchini oshirishdan iborat edi. Ya'ni, boshqacha qilib aytsak, Badr urushi yuz bergan davrlardagi tez sur'atda qudrat tepishning eng unumli yo'li Qurayshning karvonni qo'lga keltirish bo'lgan edi. Hozirgi zamonda qudrat tepish va taraqqiyotga dunyoning oldida mengishning eng unumli yo'li qaysilar? Men tuanda mushu masala ustida ozroq to'xtalaman. Ikkinchi, to'g'ri ishlarni tanlab qilish. Amerika ma'rifidagi STEM programmasi. Amerika prezidenti Obama 2010 yılı 16 sentabr kuni mundaq degan. Kelgusidagi liderlar, ya'ni yetakligüchilarning qandaq bo'lganligi biz o'quvchilarimizni hozir qandaq tarbiyalashimizga bog'liq bo'libmi, hozir o'quvchilarni tabiiy fan, texnologiya, injenerlik va matematik kasblarida qandaq tarbiyalashimizga bog'liq. Hammamizning xabarida bo'lgandek, hozir Amerika siyosiy, iqtisodiy va harbiy sohalarning hammasida dunyoning eng oldida ketyotidi. U hargizmi ashundaq bir o'ringa tunugunla erishgan bo'lmasdan, uning ashundaq o'ringa erishganligiga hozir biror asrga yaqin vaqt bo'lib qoldi. Amerika qanday qilib mushundaq bir o'ringa erishaldi? Bu savolga to'liq javob berishga mazkur maqola bir muvofiq so'rin emas. Ya'ni, birinchidan, u savolning javobini to'liq bayon qilish kam deganda biror kitobni yozishni talab qildi. Yana bir tarafdan, Uyg'ur o'qirmanlarning ko'pinchisi u savolning javobini ozdir ko'pdir biladi. Shunglashqa men bu yerda Amerika ma'rifida hozir yo'l qo'yilayotgan bir programmani qisqacha tunishtirib o'tay. Bu programma Uyg'ur ma'rifida bir maxsus programma sifatida yo'l qo'yilgan bo'lib, mening farzimcha butun Uyg'ur xalqi hozirgacha boshqa ishlar bilan aldirash bo'lib ketib, texi bundaq bir narsaga yetarlik darajada ahamiyat berishga yetishib bo'la olmadi. Amerika prezidenti Obama yuqoridagi bir jumla so'zda mundaq 4 kasbiy sohani tilga olgan: tabiiy fan, texnologiya, injenerlik va matematika. Bu so'zlarning 4 so'zning bosh harfini qo'shsak, inglizcha harflar bilan STEM degan so'z hosil bo'ldi. Men uni tuanda Uyg'urchami STEM deb olaman. Hozir Amerika ma'rifida yo'lga qo'yilayotgan bir STEM programmasi bor. Bu programmaga bir STEM ma'rifi komiteti rahbarlik qilgan bo'lib, bu komitet 13 mamlakatlik ilm-fan organlaridan tarkib topgan. Ularning ichida Ma'rif ministrligi bor. Bu komitetning vazifasi butun mamlakat uchun bir tutash ma'rif strategiyasi tuzib berish, ma'rif xarajatini muvofiq o'rlashtirib berish, STEM programmasini tashkillash hamda davlat ma'rif xarajatining tuandagi 5 sohadagi rolini kuchaytirish. Birinchi, yaslidan 12 sinfgacha bo'lgan STEM darslari.
ikkinchi бүтін xalq va yosh o'smirlarning STEM kasblari bilan shug'ullanish nisbatini o'stirish va uni saqlab menish. Uchinchi oliy maktab to'liq kurs o'quvchilarining STEM bilimlarini yaxshilash. To'rtinchi tarixda STEM sohalarida ojiz bo'lib kelgan irqiy guruh kishilarga qaratilgan yordamni kuchaytirish. Beshinchi kelgusidagi STEM emgak kuchchilari uchun zarur bo'lgan aspirantlar ma'rifini loyihalash.